Endi bizga Abdurahmon muallim o'zining planlari va orzulari va bizning kutadigan umidlari to'g'risida so'zlab beradi. Abdurahmon muallim, sahnaga marhamat. Assalamu alaykum aziz mehmonlar. Aldı bilan yiroq demay kelganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ustozning deganidek maktabninki bundan keyingi o'qitish ishlariga biz mas'ul bo'ldik. Bugungi maqsadimiz alag'ina do'st birodar ziyoli o'qigan yaxshi tunish bolalarni chaqirib maktabimizni bo'lgan o'qish programlarını tunuşturup qılmaq üçün aqasınlarını çaqadık. Gepimni unutub qalmasıq üçün yezib alğandım. Şuna mega qarab oxub vermə. Şuna mən səhnədə və köp yaqalamayman. Şuna toğru düşünüşünə ümid qılma. Mən sizlərə deyəndək məktəbimizi tunuşturmaqçı, amma məktəbimizi tunuştum burun bu məktəb Uyğur İlim Mərifət Vəqfiga qaraydığan bir məktəb. Şunun üçün bu vəqf toğruluqmu azraq məlumat bir iş toğru kildi. Onundan keyin məktəbimizin nişanı haqqında, onundan keyin məktəbimizin qurulması, keyinki məzmunda biz planlagan konkurs programı nişanla məktəbimizin iqtisad əhvalı və sizlərdən bizdən kütüdüğanlar toğrusunda toxtalmaqçı. Birincisi vəqf haqqında. Vəqfimiz diasporadakı Şərqi Türkistanlıqlarga o'quv-o'qitish, sog'lomlik, iqtisod, madaniyat, san'at va ijtimoiy turmush qatorli sohalarda faoliyat olib berish va xizmat qilish uchun 2012-yil Turkiya Istanbul shahrida qurilgan. Vaqtning nishoni bo'lsa, qobiliyatli, yangilik yaratish ruhiga boy, diniy va milliy ongga ega layoqatli nasllarni yetildirish, devrimizge maslaşkan vatanimizin azadlığı töhfə qoşalaydıgan avangard yigit kişilerini yetildiriş, her türlü hayır sahavet faaliyet elib beriş ve kişiler arasında hayır sahavetini kengaytiş işini nişan kılgan. Vaqf toğruluq her xil qaraşdırıb ayken bu vaqf bir şəxsinin emas, bu şəxs mülkümü emas, bu vaqfda bir nima barço, prinsip yoki qoida demdik yoki mesela vaqfning bu vaqtda kim boshqardi? Eng ustida vaqtning kengash heyeti bor. Vaqtning nazorat heyeti bor, vaqtning idora heyeti bor. Şuna ba'zi insonlar anlaymiz, bu vaqt bundaq, bu boshqalarni nima qilib bir odam deganni qil, bu bundaq bir vaqf emas. Bu Sharqi Turkiston vaqfi va bu vaqtning o'sha nizomi bo'yicha harakat qiladi. Mesela vaqtning kengash heyetida 11 odam bo'ldi, vaqtning nazoratida 2 odam bo'ldi, vaqf idora heyetida 5 odam bo'ldi. Buning har birisi yedek a'zoli bo'ldi. Bir qaror qilinsa yoki bir ish qilmoqchi bo'lganda, shu hamma a'zolarninki qo'shilishi bilan bo'lgan ish. Shunga nima deymiz, bizning ba'zi insonlarimizning orasida vaqf qarta xato tushuncha bo'ldi ekan, shuning uchun buni tushuntirib o'tdim. Endi vaqtimizni nima faoliyatlar olib bordi deganinglarda hazırlaş boğan işler mesela Uygur Bilik Yurti, Aybilik Qizlar Merkezi, Rahat Olturak Rayonu, Xeyri Sahavet işleri, her xil ictimai faaliyetler, işlep çıkarış urulları kurulgan. Mesela yeni planlarda Uygur Mahallesi, Kurban bu okuş yardım pulu, degen okşaş faaliyetler buldu. Mesela vaqfimizin kilicek planları qarasak, Uygur Bilik Yurt'u bütün günlük tüzümlük mektep, kolej haletiga ekilişini plan kıldık ama bunun biraz vakit, biraz nemek yetidir. Şunun kademlerini hazırdan başlap inşallah. Zaten burun mu ba, bunun için terhimi görünürlük halde elip varmaz. İkincisi, anlığınla buluşu mümkün. Kanada'daki bir vakitninki kolluş aslında Uygur Mahallesi kuruş plan tüzüp çıkıldı. Bunun için Mişak yakın bir yerde 100 kişi, 90 neçe kişilik dairlik bir mahalle kurup bu yerge bütünle Uygurlarını yerleştirip Uygur mahallesi kuruşunu nişanlıgan. Onun da bir yerde bu kurulgan binaların nimelde işlep çıkarış orulları, başka her türlü nimlem hemmesi etraflık kenar dairde oyunlu planlanan kesbi terbileş orunları, işlep çıkarış sanat rayonu, hayri sahavet, ictimai faaliyeti elip beğil bulduğun tam bir Uygur mahallesi şekillendi bulduğun derecede planlanan bir proje. Hem de keldik oku Uygur Bilik Yurtu'na.
Bizden bugün çen demekçi oğlumuz dal şu mektep. Bu mektepnin gayesi zaten Allah burun kuruluştan burun tiklengen. Bu mektepnin gayesi bir özgürlük boğan iş yok. Fakat elip verildiğin bazı taktiklemdik ya yöntemdeyim. Bu şunlarda özgürlük buldu ama mektepnin gayesi akidelik, ahlaklık, milletperver, ilim söyler, etraflık yetişken, devrige mas, yetekçi evlatlarını yetildiriş. Mektebimizden karakteri olsa dini ve penni bilimlerini okutuş asas kılgan sistemlik tuluklama marifi bilen şoğulunduğun mektep. Terbiyeleş yönlüşü din ve penni birleştirgen koş yönlüşlük mektep. Onundan için mektebimizde biz şuar kılganımız olsa oku ilmin kamal tapsın, aziz halkın nicat tapsın degen burundan başlayıp bekleyen bir şuar iken biz bunu özümüzge şuar kılıp mağdık. Şimdi mektebimizden olsa külümü hazır biz turvatkan iki binadan teşkilinde külümü 4835 kvadrat metre, kuruluş külümü olsa 8550 metre. Mektep 2017 pütken bununla kuruluşunun pütüşüyle ben egelligen malumatı qaraganda 3 milyon 200 bin dolar meblağ ketibke. Onundaki mektebimizde A blokta 12, B blokta 12, 24 sınıf cami sınıflar okuyalaydığı okuğucu 400 okuğucu birlam vaqtda okuyalaydı degan gap mektepte. Aşxanası var iki tarafta, kütüphanemiz var, okuş materyalları üye, kompüterxana, mehman kütüş üye, çayxana, mescid, yatak. Her iki binanın iki kaviti yatak ulaştırgan mektebimizde iki binada okşaş bir vaqtda 400'dek okuğucu yataqlaydı. Ondan keyin yig'in zali, ambar, meydan, suratga tortish o'rni, chiniq zali, bog'cha, suxana o'xshash bütün ul ashalar to'liq bo'lgan bir maktab. Ondan keyin keldik maktabimizni qanday boshquramiz? Degandek en ustiga qarasanglar, bu maktabimiz ilm ma'rifat vaqfiga qaraydigan bir maktab bo'lg'achqa ve mektebinin en üst başkuruş nimesi de vakıf idare heyetidekiler buldu. İkinci nimede bunun da biraz tepsi toxtulma kengeyiş heyeti de ben üzüm 15 kişiden teşkillengen bir heyet kurmakçı. Bunun hazır 7'dek adam inik bu polde qağallamış eşimizin yoki sırtın bolsun bu idare heyetke qo'shilib bizga taklif fikrni bilib bizni nazorat qilib qilishni xohlaydiganlar bo'lsa har vaqt biz bu xo'sh bo'lamiz, qarshi olamiz. Buning har qanday odam kiralaydi. Men bu shu maktabga bir hech bo'lmasa bir fikr bera olayman yoki bir nazorat qilib tura olayman. Chunki yig'inlarimiz bo'lsa uzoqdan ba'zi yuzturan eshilishi mumkin. Shunga to'pam bo'ludi, azroq bo'lsin, to'pam bo'lsin deydi o'ylaganlar bo'lsa, bizningki ilmiy heyet grupimizga kirsanglar bo'ldi. Bundan keyingi maktab to'g'riliq elingan qarorlar icraatlar bu ilmi heyetinin nazaret astida elip verildi degan gap. Yani sal qarasanglar bo'lmaydi. Ondan keyin başquruş. Başquruş müdürünü ko'rsatdi. Ondan keyin maktabimizning ichida yana bölümlerga ayrılgan. Mesela ilmi bölüm, o'qituvchilar bölümü, maliye bölümü, hocalık bölümü, tashviqot bölümü, o'quvchilar bölümü, arqisab bölümü deganga o'xshash. Mesela biz ilmi bölüm mektebinin ilmi işleriga mesul bo'lsa, o'qituvchilar bilan o'qituvchilarning ahvolini ilgileydi. Maliye bölüm bo'lsa, mektebning kirim chiqim degandek iqtisodiy ishlarni qildi. Hocalık bölüm bo'lsa, mektebning mal mulkini qo'g'daydigan bölüm bo'ladi. Tashviqot bölümü buni tushunasizlar, o'quvchilar bilan o'quvchilarga aloqaliq har xil ishlarni qildi. Arqisab bölümüde bo'lsa, masalan, oshpazlik deymiz, mektebinin bexatarligi deymiz ve başka bunun o'xshash bölümlerden teşkillengen. Ondan keyin mektebimiz hazır haleti bu. Mektebimizde bo'lsa hazır aktif ishlayotgan 12 tane hizmetçi xadim var. Bunun birisi başqurg'uchi, birisi ilmi müdür, o'qituvchilar, oshpazlar deganga o'xshash. Mesela qarasanglar, o'qituvchilarimiz mesela 3 tane doktor var, aspirant var. Yani en az bakalavr seviyesindeki o'qituvchilar ders o'tadi. Ondan keyin diniy bilimlarda mesela icazat olish degan tushunishlar qariballar. İcazat haqqı bereleydigan ve Türkiye'deki Diyanetli Müslüman icazat algan o'qituvchilar.
tashkillangan. Undan keyin o'qitish programmamiz. Bu yerda nima o'qitisizlar deb so'ragan vaqtinglarda biz o'qitishni 100 turana va tor, ya'ni onlayn deymiz-ku, tor orqali o'qitishni planlayapmiz. Agar bizni sayb qo'shilganlar bo'lsa, masalan men bu yerga keplanmayman deydigan iqtidorli o'qituvchi yoki boshqa bo'limlarda xizmat qila oladiganlar bo'lsa, bizlar uzoqdan bo'lsa hamkorlashib, o'zingizlar maktabga to'hfa qo'sha olasizlar degan gap. Undan keyin bu yerda qaysi nima o'qitamiz deganda, dersimiz kurs xarakterlik darslar bo'ldi. To'liqlama darslar, diniy bilimlar, ta'tillik programmalar, tarbiyaviy faoliyatlar va kasbiy tarbiyalash. Şimdi hozir bularni texnik tafsili nima qilay? Masalan, kurs deganlarda kurslar o'tadigan qanday? Masalan, SAT'ni tushunasizlar. SAT Amerikaningki chiqargan oliy maktabga o'tish imtihoni butun dunyodagi maktablar, ya'ni asosan bu imtihon orqali bu imtihonga kirsanglar layoqatli nomer olgan ahvolda maktabga kirib o'qiy olasizlar degan gap. 100 bilisizlar, yabancı öğrenci sınavı degan gap. Bu burun bek yayg'inti hozir biroz azlayotdi, ammo bu hozir Turkiyada ma'lum darajada universitetga kirib o'qiyman desanglar, chet ellik o'quvchilar bu imtihonga kirish kerak. YKS Türk fuqarosi bo'lgan o'quvchilarningki oliy maktabga kirish imtihoni. LGS to'liq o'tirg'i o'tish imtihoni. ALES magistrlik yoki doktorlik imtihoni degan gap. YDS chet el tili. Bu qarasanlar bek jiqib ketibdi deyishinglar mumkin, ammo inshaalloh bu programning hammasini yoki uzoqdan yoki amaliy maktabimizning ichida pat yaqinda hammasini elib boramiz. Undan keyin tillarga kelsak, arabcha, inglizcha programmalarni nima qilyapmiz, buni nima qilamiz? Undan keyin kasbiy kurslarda program tillari, ya'ni kompyuter bilimlari, robot, atoliya bilimlari, rumunishlik deganlarni bunu mesela rumunishlikda yezib qo'yibdi deb o'ylamang. Bayman degandek Uyg'ur majlis qurildi-ku, shu mesela shu binolarda mushlar planlanib qilingan bir Uyg'ur majlis projesi bor. Inshaalloh kelgusida mushu rumunixona deganga o'xshash tarbiyalash o'rinlarimiz ochiladi degan gap. Undan keyin yasli. Yasli zaten hozir o'qityapmiz. Bu boshlab qo'yganlarimiz bor, inshaalloh boshlamoqchi bo'lganlarimiz bor. Maktab burundan boshlab bor bir program. Ondan keyin to'liqlama dars degan gap, ya'ni bolalar zaten maktab o'qiydi. Boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'tira. Maktabdan qaytgandan keyin bolalarga texnik maktabdagi natijasini yaxshilash va undan bir üst yaxshi saviya bilan chiqish uchun to'liqlama dars o'tamiz. Undan keyin masalan boshlang'ich maktabdagi bolalar qaysi darsni o'tishlar desangiz, ana til o'qitamiz, Qur'on darsi o'qitamiz, ingliz tili o'qitamiz. To'liqsiz maktabdagilar uchun matematika, Qur'on va din darslari, edebiyat, İngiliz dili dersler. To'liq o'tirg'uchi matematika, ingliz tili, fen bilimi, ya'ni fizika, ximiya, biologiya deganga o'xshash. Undan keyin Qur'on va din darslari o'rgatiladi. Undan keyin diniy darslarda nima o'tisizlar degan bo'lsanglar, masalan, Qur'on savodini chiqarish, tajvid, qoida nuroniya, haptak deymiz-ku, masalan, burun biz ya'ni kichiklarniki bo'lib Qur'on savodini chiqarish uchun bundaq faoliyatni programmani tuzimiz. Bundan keyin tajvid darslari bo'ldi, Qur'on yodlash, bayam degandek maktabimizda xalqarodagi nima, islom dunyosidagi eng dangliq ijozat beradigan shaxslardan ijozat olgan va o'zining o'quvchilarga ijozat beradigan ustozlar bor. Shu ustozlar dars beradi. Ondan keyin islomiy bilimlarda tavhid bilimlari, diniy ahkomlar, hadis deganga o'xshash bu shundaq darslarni o'tamiz. Ondan keyin ta'tillik programmalarda nima o'tisizlar degan vaqtinglarda, ta'tillik programmalarda diniy darslar, bu ko'p masalan boshqa yerdagi o'quvchilarning ta'tillik, masalan maktab ta'til bo'ldi emasmi? Shu vaqtlarda maktabimizning sharoiti yaxshi, yotoqlik bo'lsin, boshqa shakllarda yig'ib, masalan kichiklar bo'lsa Qur'on o'qish bilmaydigan Qur'on o'qitish deganga o'xshash mukammal bir ta'tillik plan program tuzildi. Masalan til darslarida ana til bo'lsin, boshqa darslar, to'liqlama darslari masalan maktabda yetishilmagan. Bu ta universitetgacha, masalan universitet o'tab bo'libmi, darslarda yetishilmaydigan o'quvchilar bo'ldi-ku. Shu sababdan universitetni tashlab o'tadigan ahvollar ko'p ko'rildi. Bunda o'quvchilarga maxsus destek darsi o'rlashtiramiz. Axloq va madaniyat darslari, tan tarbiya, qo'l hunarvanchilik, o'quvchilar har xil leksiya va musobaqalar, ziyoratlar, ijtimoiy faoliyatlar, bütün kunlik kamplar, muşlarning hammasini planlayapmiz. Bu degan narsalarning inshaalloh hammasi oldimizgi qish ta'tili va yoz ta'tilida elib beriladigan faoliyatlar inshaalloh. Undan keyin ma'vu masalan qisqacha nima qilib qo'ydik? Muhim yer emas, masalan boshlang'ich maktablarning kunlik dars nimalari cho'q, qaysi temlarda qanday darslarni o'tisil deganni nima qilib qo'ydik.
Onundan keyin yeni bir mühim temaga keldik. Bu maktabning iqtisodiy qandaq ma'noda? Bilasizlar, bu bir vaqtga qaraydigan maktab bo'lg'achqa, bu yerda o'qiganlar haqsiz o'qiydi. Hech kimdan pul elinmaydi. Elingan taqdirdimi yoki yasli deymiz, masalan, bundaqlarninki material puli yoki maktabdan bundaq pullar elindi, ammo boshqa har qandaq bir ma'rif eğitim hozirgacha haqsiz bo'lganlar. Bundan keyinmi shu shaklda bo'ldi degan. Shunga undaqda bu maktabning iqtisodi qanday hal bo'ldi? Maktabninki bilisizlar, ma Salim Pasha o'tirganlar yoki anlagan bilishinglarmikin, mayaga 500 metrdek yiroqlikda rahat qo'rusi deb Uyg'urlar ham o'tiradigan bir site bor. Bu sitening ichida 40 yaqin uy bor. Bu uy boshqalarning uyi bo'lsa-mu, maktabning uydan kiralik kirim bor. İcaradan kelgan kirimlar maktabga hiba qilindi. İşletish uchun yana qilingan. Bu maktabga har oy kiradigan muqim kirim. Ikkinchisi vaqf va qurilishlardan kelgan yordamlar. Maktabimizga boshqa vaqflardan yoki qurilishlardan yordam keldi. Masalan, hozirmi, masalan, tamoq, gıda deymiz, yemeklik narsalarda boshqa Angliyadan bir nima bor? Vaqf, shular masalan har oyda ma'lum bir yog' deymiz, masalan, guruch, shundaq narsalarni ekib beradi. Şu o'qish bolalar uchun. Undan keyin yana birisi shaxslardan kelgan yordamlar. Masalan, boylarimiz deymiz yoki kimning sharoit qanchalik bo'lsa, shunga kelgan yordamlardan mal. Chunki bu bir ma'rifiy haqsiz mang'ashqa bu maktabning iqtisodi shu shaklda mang'adi degan gap. Undan keyin sizlardan nima kutamiz? Sizlardan kutadigan birinchi bo'lib men ma'nodan bayam degandim, ilmiy hay'at guruhi. Bu mandaqlam qurib qo'ydigan bir narsa emas. Buningki ijroat kuchi bo'ldigan hayat buldu. Yani ben aranlardan eğer qatilishni xalaydiganlar bo'lsa, men bu hayat kirme deydiganlar bo'lsa, kirsanlar qizg'in qarshi olamiz. Degandek bu maktab to'g'riliq elingan qarorlar, maktabni nazorat qilish deganga o'xshash huquqi bo'ladi bu ilmiy hayat guruhininki. Sizlardan buni kutib, ikkinchi maktab xizmatida bizlar hamkorlashishni xalaydiganlar bo'lsa, o'qituvchilik bo'lsin, bayan dedim, har xil bo'limlarga ayriliqli shu maktab. Masalan, moliya bo'limi, o'qituvchilik bo'limi, hojilik bo'limi deganga o'xshash. Hamma ma bo'limda xizmat qila olayman, mening menda ortiqchiligim bor deydigan qarindoshlar bo'lsa, kelsanglar hamkorlashsak bo'ldi. Undan keyin tashviqot. Bugungi faoliyatninki bir maqsadi shu, bizni tashviq qilib, bir obraz tiklishimiz uchun yordamda bo'lishinglarni sizlardan umid qilamiz. Yani bir yerden qaytqandan keyin do'stlaringlar bo'ldi, hammalarninki ijtimoiy taratquv vositalaringlar bo'ldi, bularni bo'lsin degandek tashviqot ishlarida bizga yaqindan maslahatlar qilamiz. Undan keyin taklif fikrlar bo'lsa, har vaqt hozir desanglar bo'ldi, bundan keyin har vaqt taklif fikringlar bo'lsa, biz to'g'riliq, maktab to'g'riliq basanglar bo'ldi. Masalan, iqtisodi yaxshi qarindoshlar bo'lsa, ya'ni maktabga yordam qiladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, yordam qilsanglar bo'ldi. Undan keyin o'quvchi mesela etrafınlarda balalarınlar olsun, tətillik programlarımızga yoki hozirgi bo'layotgan programlarımızga o'qitishga ekesanlar, etrafınlardagilarning balaları bo'lsa tavsiya qilsanglar, bo'ldi. Bizlar hamkorlashishni xohlaydiganlar hamkorlashimiz. Bu hamkorlash qanday desanglar, masalan, hozir Sapako'yda bo'lsin, Zaytunida bo'lsin, nurg'un maktablar bor-ku. Hammasi o'zininki nimasida, saviyasida bir ishlarni qilishga tirishyapti. Bizmi shularning birisi shundaq-ku. Bularning ichida bizim mesela köydanlar imkonlarimizni hozir tushundik. Mesela maktabning sharoitini, ham shundaq uning ehtiyoji bor. Bizlar hamkorlashni xohlaydigan maktablar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, kelsa har vaqt biz bu millatning, vatanning xizmati bo'lgandan keyin biz buningga har vaqt vatan millatni o'ylab turib qilgan ish bo'lgandan keyin buning har vaqt tayyor. Ondan keyin ijtimoiy faoliyatlarimiz bo'ldi. Mesela hozirgidek yig'ilishlar bo'ldi, boshqa faoliyatlarni o'rlashtiramiz. Buningga davomli qatilib bizde destek verişinlarını Çin dilimizden ümit qilamiz. Kelganlarga rahmat. Mening demoqchi bo'lganim bu shunchalik.